pastda turibdi. Assalomu alaykum hurmatli YouTubedoshlar. Bugun sizlarga asha mashhur Giant Red ko'rsataman. Internetda ko'pchilik qo'yapti. Meni vaqtim bo'lmadi. Bugun mana Ulug'bek aka bog'iga keldik. Giant Red giloslari kaltayni ham kelib olib ketgandik. Ko'chatini payvand qilish maqsadida 100% shu sortdan garantiya beramiz. Agar bizdan ko'chat olib mana sort chiqmasa, bir tupiga $100 qilib to'lashga javob berilaveradi. Chunki mana shu bog'dan iminni kaltay olib ulangan. Kalibrlari o'rtoqlar 32, 30, 28 beryapti. Hozirgi kunda agar bu sariqlikdan ham uzishni boshlashgan, mana e'tibor bersalar 32 ga sal tushish qiyin bo'ladi. 30-32 kalibr Giant Red gilos navi bo'ladi o'rtoqlar. Ko'chatiga zakaz berib o'rgilib qo'yinglar. Ishonchli ko'chatlar kelib hozirda gilos mevasi shoxida turibdi. Qiziqqan do'stlar kelib shoxidan mevasini ko'rib, qolaversa ko'chatxonamizga borib ko'chatlarimizni ko'rib zakazlar berib ketishlari mumkin. Ko'pchilik kelib zakaz berib ketyapti. O'rgilib qolinglar. Bitta sortimiz bu Giant Red bo'lsa, bizda 8 xil gilos navi bor. Yangi Giant Red, Sweet Arena, Nimba, Sweet Lawrence, SPC 342, tak. Yana Sweet Arena, Giant Red, Nimba, Sweet Lawrence, Royal Tiaga. Xullas 100% sortlarda garantiya beramiz. Kelib olishlari mumkin. Bu chiqdi.